qizim, kep shu yigitni tanladingmi? Nima qilay? Sevgi ekanda oyijon. Vur sevmay. Qo'lini qara, betini qara, qop-qora moy. Bir umr qora moy yuvib o'tasanmi? Uf, mayli oyijon. Bilib qo'y, bu yigit bilan kosang oqarmaydi. To'g'ri. Voh, yana shunikimi? Yo'q oyijon, bu BMW. Yurchi. Bobur aka. Sevgan qizim, bular kim? Oyim? Ya, oyijon, tanishganimdan xursandman. Kuyov bola, mashina o'ziznikimi? Ha, oyijon, bu meniki. To'g'risini aytsam, men oddiy yigitman. Lekin mana shunaqangi mashinalardan 3-4 tasi uyimda yotibdi. O'zi nima ish qilasiz? Mana shu yerda oddiy ish qilaman. Mashinalarga mannol yog'idan quyaman. Bu Yevropada ishlab chiqarilgan. Buni ichgan mashinalar ishonasizmi oyijon? Samolyotda uchyapti. Shu uchun ko'pchilik mannoldan quydiryapti oyijon. Shuni orqasidan shahardan 3-4 ta domlar oldim. Oddiy yigit bo'lganligim uchun 48 ta uchastka qurdim oyijon. Bu yerga asosan kibrimni sindirish uchun kelib ishlab ketaman oyijon. Endi menimcha sizlarga oddiy bolalar yoqmasa kerak. Men sizlarga to'g'ri kelmasam kerak. Voy, o'g'lim nega unaqa deysiz? Bizlarga oddiy pullar yoqadi. To'g'rimi qizim? Oddiyligimizga ko'z tegmasin. Bugun men sizga oddiy brilliant olib bermoqchiman $12,000 ga. Oddiysidan.